O'zbekistonda baykarlarning orasida mif bor, original shlem $700-800 atrofida bo'ladi deb o'ylashadi. Bizada mana 3 ta shlemimiz $200 atrofida narxi. Hozir sizlarga obzor qilib beramiz. Birinchisi LGC brendidan, koreyskiy brend. CSR 3 modeli. Bu LGC brendining boshlang'ich shlemlaridan hisoblanadi. .EC sertifikati bor xavfsizlik bo'yicha. Ko'rinishi chiroyli, ventilyatsiyasi oldida, tepasida ikkita joyida bor. Komplektda bitta prozrachniy vizor bo'ladi. Biz qo'shib banglizdan ham zakaz qilganmiz va vizori qulfda bo'ladi. Qulf bilan yopib qo'ysangiz bo'ladi. Hozir ochiladi. Qulf yopganingizdan keyin ochilmaydi. Sifati juda ham zo'r. Vyetnamda ishlab chiqariladi bular. Podushkalari sifatli. Bularni yechib yuvish mumkin. Shlem o'zi universalli, deyarli hamma turdagi mototsikldagi to'g'ri keladi. Bu shlemimizning narxi $165. Keyingisi MT brendidan jiddiyroq, klassik ko'rinishda bo'lgan Jarama modeli. MT brendining yaxshi tarafi ventilyatsiyalari keng bo'ladi va hozir ichkaridan qarasam, oldidagi ventilyatsiyasi orqali naryoq tarafni ko'rishim mumkin. Sifati zo'r, xavfsizligi .EC sertifikati bor. Ventilyatsiyasi oldida ikkita joyda, peshana qismida ikkita va vizorda ham ventilyatsiyasi bor. Orqasida bo'lsa, past tarafidan issiq havo chiqib ketadi. Shlem kiyganda juda ham zo'r turadi. Hozir kiyib ham ko'rsatib beraman. Podushkalarni hammasini yechib yuvish mumkin. Mana shlemni kiydim. Podushkalari juda ham sifatli, yuzni quchoqlab turadi. Xuddi shumka qilinganga o'xshaydi. Vizori ham sifatli, ko'rinishi ham zo'r shlem. Bu shlemni kiyganingizdan keyin boshqa shlem olginglar keladi, shuni olib ketginglar keladi. Bu shlemimizning narxi $180. Keyingisi MT brendidan Thunder Torque shlemi. Bu shlemimiz sportivniy yoki Street Fighter yoki naked mototsikllar uchun to'g'ri keladi. Vizori kumush rang. Ichida qora ochkisi bor va komplektda prozrachniy oynasi ham bor. .EC sertifikati bor bunda ham. Ventilyatsiyasi tepada bitta katta, oldida ham yana bitta katta ventilyatsiyasi bor. Va orqasida spoylerining tagidan havo chiqib ketadi. Printini ko'rishingiz mumkin. Qiziqarli, chiroyli qilingan. Bu shlemlarning hammasiga garnitura qo'yish mumkin. Bizda AGS brendidan yaxshi garnituralarimiz bor. Shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Audioni ovozi tiniq bo'ladi, mikrofoni ham tiniq va interkom ratsiyasi 700 metrgacha ulab bera oladi. Ikkita bayker bir-biri bilan 700 metr distansiyada gaplashib ketishi mumkin bemalol. Moto ekipirovka haqida ko'proq bilmoqchi bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishingiz mumkin.